Bugun men pensiyasi kartaga tushadigan har bir odam bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntiraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari va pensiya kartasidan foydalanishda yordam beradigan hamma odamlarga tegishli. Chunki oxirgi paytlarda banklar pensiya kartalari bo'yicha ayrim amaliyotlarga juda qat'iy qarayapti. Karta egasining o'zi ishtirok etmasa, PIN kod, SMS kod yoki karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, pul yechish, kredit rasmiylashtirish, arza berish yoki karta bo'yicha muhim operatsiyalarni bajarish rad etilishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz kartaga tushsa yoki uyda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyani kartadan olsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu gapni ko'p odam bilmagani uchun keyin bankda, bankomatda yoki firibgarlar oldida juda katta muammoga duch kelmoqda. Avvallari ko'p joylarda bunday holat oddiy ko'rinardi. Pensionerning kartasi farzandining qo'lida bo'ladi, PIN kod ham aytilgan bo'ladi. Pensiya tushgan kuni o'g'li yoki qizi borib bankomatdan pul yechib keladi. Ba'zan pensioner yura olmaydi, kasal bo'ladi, qishloqda yashaydi. Bankomat uzoqda bo'ladi. Shuning uchun oila ichida kartani berib qo'ydim. Bolam olib keladi degan tartib odatiy bo'lib qolgan. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Banklar va to'lov tizimlari xavfsizlik talablarini kuchaytiryapti. Nima uchun? Chunki pensiya kartalari bilan bog'liq firibgarliklar ko'paydi. Kimdir pensioner nomiga kredit oladi, kimdir SMS kodni aldab oladi, kimdir kartani vaqtincha olib, keyin undagi pulni yechib qo'yadi. Eng yomoni, ayrim pensionerlar o'zlari ham pul qayerga ketganini keyin tushunmay qoladi. Bank esa bunday vaziyatda birinchi navbatda shuni tekshiradi. Karta kimning nomida? Operatsiyani kim bajargan? SMS kod kimga kelgan? Rozilik bo'lganmi? Ishonchnoma bormi? Shu sababli men bugun aniq aytaman. Pensiya kartasi shunchaki plastik karta emas. Bu pensionerning shaxsiy moliyaviy hujjati. Uni boshqa odamga berish, PIN kodni aytish, SMS kodni telefon orqali yuborish, mening o'rnimga kirib arza ber deyish juda xavfli. Bank bunday holatlarni ko'rsa, ayrim operatsiyalarni to'xtatishi, karta bloklanishi, qo'shimcha tekshiruv talab qilishi yoki faqat karta egasining o'zi kelishini so'rashi mumkin. Oldin ko'pchilik bank xizmatlarini oddiy pul yechish deb bilardi. Pensiya tushadi, bankomatdan pul olinadi bo'ldi. Karta egasi kim? Pulni kim olyapti? Telefon kimning qo'lida? PIN kodni kim biladi? Bunga hamma joyda ham yetarli e'tibor berilmasdi. Ayniqsa kichik hududlarda bank xodimlari mijozni tanisa, farzandi kelgani ko'rsa mayli, yordam berayotgan ekan deb qarash holatlari bo'lgan. Endi esa banklar bitta narsani aniq talab qilmoqda. Karta egasining roziligi hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Agar pensionerning o'zi bankka bora olsa, o'zi boradi. Agar bora olmasa, ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, uni egasining o'zi tiklaydi yoki qonuniy vakil hujjat bilan murojaat qiladi. Agar mobil ilovaga kirish kerak bo'lsa, SMS kodni hech kimga aytmaslik kerak. Chunki SMS kod bank tilida ko'pincha imzo o'rnini bosadi. Siz kodni aytdingizmi, demak tizim buni rozilik sifatida ko'rishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner men hech narsa olmaganman deydi. Lekin telefoniga kelgan SMS kodni nevarasiga aytgan bo'ladi. Nevara yomon niyatda bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, telefoniga ilova o'rnatib berayotgan bo'ladi. Lekin shu jarayonda kredit limiti ochilib ketishi, onlayn to'lov amalga oshishi yoki pulli xizmat ulanib qolishi mumkin. Keyin bank hujjatlarini ko'rsatadi. Kod kiritilgan, tasdiqlangan, operatsiya bajarilgan. Shunda masalani isbotlash juda qiyinlashadi. Birinchi navbatda pensiyasi kartaga tushadigan va kartasini o'zi ishlatmaydigan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, 72 yoshli otaxonning pensiyasi har oy 1.300.000 so'm kartaga tushadi. U bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Kartani o'g'liga berib qo'ygan. O'g'li har oy pul yechib keladi. Bir qaraganda hammasi yaxshi. Lekin bir kuni karta yo'qolsa, PIN kod boshqa odamga ma'lum bo'lsa yoki o'g'lining telefoniga ulangan ilova orqali pul boshqa hisobga o'tib ketsa, bank birinchi savolni beradi. Nega karta egasidan boshqa odam foydalangan? Ikkinchi guruh, telefon raqami o'z nomida bo'lmagan pensionerlar. Bu juda katta muammo. Pensiya kartasiga bog'langan telefon raqami farzand, kelin, nevaraning nomida bo'lishi mumkin. Pensioner esa telefon baribir uyda-ku deb o'ylaydi. Lekin bank uchun bu xavf, chunki kartaga keladigan SMS tasdiqlash kodi, ilova paroli shu raqamga keladi. Agar raqam boshqa odam qo'lida bo'lsa,
karta egasining moliyaviy xavfsizligi pasayadi. Uchinchi guruh kredit yoki qarzdorlik masalasi bor pensionerlar. Ba'zi pensionerlar oldin kredit olgan bo'ladi yoki kafillikka kirgan bo'ladi. Pensiya kartaga tushganda ayrim to'lovlar avtomatik ushlanishi mumkin. Agar mijoz shartnomada bunga rozilik bergan bo'lsa, odamlar keyin bank pensiyamni olib qo'ydi deydi. Aslida bank avval tuzilgan shartnoma sud qarori yoki ijro hujjati asosida harakat qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday kredit hujjatini imzolashdan oldin ayniqsa pensionerlar nimaga rozilik berayotganini tushunishi kerak. 4-guruh sog'ligi sababli bankka bora olmaydigan pensionerlar. Bunday odamlar uchun eng to'g'ri yo'l karta va PIN kodni qo'lma-qo'l berish emas, balki qonuniy vakillikni to'g'ri rasmiylashtirish. Ishonchnoma bo'lsa bank xodimi ham, qarindosh ham, pensionerning o'zi ham himoyalangan bo'ladi. Chunki kim nima qilishga haqli ekani hujjatda yoziladi. Agar pensioner kartasini o'zi ishlatsa, PIN kodni hech kimga aytmasa, telefon raqami o'z nomida bo'lsa, SMS kodlarini begonalarga bermasa, bankka borganda shaxsini tasdiqlovchi hujjat yonida bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Bank pensionerni pulini olishdan mahrum qilmaydi. Bu yerda asosiy masala taqiq pul olishga emas, xavfli va shubhali amaliyotlarga qaratilgan. Masalan, onaxon har oy pensiya tushgandan keyin bankomatga boradi, kartasini o'zi soladi, PIN kodni o'zi teradi, pulini oladi. Bu normal holat. Yoki pensioner bank ilovasidan foydalanadi, lekin telefon o'zida parolni faqat o'zi biladi. Bu ham normal holat. Bank bunday mijozni to'xtatmaydi. Aksincha bank mijozning o'z kartasidan xavfsiz foydalanishini istaydi. Yana bir misol. Farzandi onasini bankka olib boradi. Navbatda yordam beradi. Ko'z o'ynagini taqib beradi, hujjatlarni tartiblaydi. Lekin imzoni onaning o'zi qo'yadi. Qarorni onaning o'zi qabul qiladi. Bu ham muammo emas. Muammo farzand onaning o'rniga gapirib, onaning o'rniga imzo qo'yib, onaning telefonidagi kodni olib, moliyaviy qarorni o'zi qabul qilganda boshlanadi. Birinchi holatni olaylik. Pensioner ayolning pensiyasi 1 million 100 ming so'm. U kartasini keliniga berib qo'ygan. Chunki o'zi bankomatga bora olmaydi. Kelin har oy pulni yechib, uy xarajatiga ishlatadi. Bir kuni kartadan 600 ming so'm internet orqali to'lov bo'lib ketadi. Ayol bankka borib, men bu to'lovni qilmaganman deydi. Bank tekshiradi. Karta ma'lumotlari kiritilgan, SMS kod tasdiqlangan, telefon uyda bo'lgan. Endi savol. Kodni kim aytdi? Karta ma'lumotini kim kiritdi? Buni isbotlash qiyin. Agar karta egasi boshidanoq PIN kod va SMS kodni bermaganida, xavf ancha kamayardi. Ikkinchi holat. Otaxonning pensiyasi 1 million 600 ming so'm. Oldin 5 million so'm kredit olgan. Shartnomada har oy kartaga pul tushganda to'lov avtomatik yechilishi yozilgan. Pensiya tushishi bilan 700 ming so'm ushlanadi. Otaxon bankni ayblaydi, lekin shartnomada rozilik bor. Bu yerda asosiy xato shartnomani tushunmasdan imzolash. Men doim aytaman, pensioner kredit olayotganda yoki kimgadir kafil bo'layotganda oyga qancha ushlanadi? Pensiyamga ta'siri bormi? Kechiksa nima bo'ladi? Avtomatik yechiladimi? degan savollarni yozma ravishda so'rash kerak. 3-holat. Nevara buvisiga telefon olib beradi va bank ilovasini o'rnatadi. Ilova orqali kommunal to'lovlarni to'lash qulay bo'ladi. Lekin parolni nevara biladi. SMS kodlar ham unga keladi. Bir kuni nevara shoshilib boshqa karta raqamiga pul o'tkazadi, keyin qaytara olmaydi. Bu firibgarlik bo'lmasligi mumkin, lekin moliyaviy tartibsizlik. Karta egasi pul harakati ustidan nazoratni yo'qotgan. Shuning uchun yordam berish mumkin, lekin kirish paroli va tasdiqlash kodi pensionerning o'zida bo'lishi kerak. 4-holat. Pensioner kasal uydan chiqa olmaydi. Farzandi bankka borib, otamning kartasini bering deydi. Bank rad etadi. Farzand xafa bo'ladi. Men o'z farzandiman-ku, lekin bank aqliy ravishda hujjat so'raydi. Chunki bank xodimi farzandning niyati yaxshi yoki yomonligini taxmin bilan baholay olmaydi. Ertaga boshqa farzand kelib, nega pulni unga berdinglar desa, javobgarlik bankka tushadi. Shuning uchun ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va aniq vakolat bo'lishi kerak. Eng birinchi nozik joy bu PIN kod. Ko'pchilik PIN kodni oddiy raqam deb o'ylaydi. Aslida PIN kod kartaning kaliti. Uni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlash ham xavfli. 1234 tug'ilgan yil, telefon raqamining oxirgi 4 raqami kabi oson kodlar ham xavfli. Agar karta yo'qolsa va PIN oson bo'lsa, pul bir necha daqiqada yechib olinishi mumkin. Ikkinchi nozik joy bu SMS kod. Men buni alohida ta'kidlayman. Bank xodimi ham, haqiqiy tashkilot ham sizdan telefon orqali SMS kodni so'ramasligi kerak.
Agar kimdir kartangiz blok bo'ladi, kodni ayting. Pensiya qayta hisoblanadi, kodni ayting. Kompensatsiya tushadi, kodni ayting desa, bu juda katta xavf belgisi. Kodni aytgan odam amalda o'z eshigini ochib bergandek bo'ladi. Uchinchi nozik joy bu ishonchnoma. Ishonchnomada vakil nima qila olishi aniq yozilishi kerak. Faqat pensiyani olishmi, kartani tiklashmi, bank hisobini yuritishmi, ariza berishmi, kredit masalasida harakat qilishmi? Bular bir-biridan farq qiladi. Men pensionerlarga va farzandlarga maslahat beraman. Ishonchnoma rasmiylashtirganda umumiy va tushunarsiz iboralarga suyanib qolmang. Bankda qaysi amaliyot kerakligini oldindan so'rang. 4-chi nozik joy bu avtomatik yechimlar. Ba'zi to'lovlar karta orqali avtomatik ketadi. Kredit to'lovi, obuna, kommunal xizmat, sug'urta, jarima yoki boshqa majburiy to'lov. Pensioner pulim kamayib qoldi desa, avvalo kartadan ko'chirma olish kerak. Ko'chirmada qaysi kuni, qaysi summa qayerga ketgani ko'rinadi. Taxmin bilan emas, hujjat bilan gaplashish kerak. 5-chi nozik joy bu karta bloklanishi. Agar bank shubhali operatsiya ko'rsa, masalan bir kunda bir necha marta yirik summa turli kartalarga o'tsa, chet el saytiga to'lov bo'lsa, pin noto'g'ri ko'p terilsa yoki karta egasidan boshqa odam faol ishlatayotgani sezilsa, karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Bu pensionerni jazolash uchun emas, pulni himoya qilish uchun qilinadi. Bunday paytda vahima qilmasdan bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki filialga hujjat bilan borish kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartasi kimning qo'lida ekanini tekshiring. Agar karta pensionerning o'zida bo'lmasa, sababini aniqlang. Agar faqat qulaylik uchun farzanda turgan bo'lsa, bu tartibni o'zgartirgan ma'qul. Karta egasining o'zida bo'lsin, farzand esa zarurat bo'lsa birga borib yordam bersin. Ikkinchi qadam, PIN kodni yangilang. Agar PIN kodni oilada bir necha odam bilsa, uni almashtirish kerak. Bankomat orqali yoki bank ilovasi orqali PIN kodni o'zgartirish mumkin bo'lsa, shunday qiling. Kod oson bo'lmasin. Tug'ilgan yil, uy raqami, ketma-ket raqam ishlatmang. PIN kodni kartaga yopishtirib qo'ymang. Hamyon ichiga yozib solmang. 3-qadam, telefon raqamini tekshiring. Pensiya kartasiga ulangan raqam pensionerning o'z nomida va o'z qo'lida bo'lgani yaxshi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, bankka borib ma'lumotlarni yangilash masalasini so'rang. Pasport yoki IDD karta olib boring. Ba'zi holatda mobil operatorga ham borish kerak bo'lishi mumkin. Maqsad shuki, SMS kodlar begona qo'lga tushmasin. 4-qadam, bankdan karta ko'chirmasini oling. Oxirgi 3 oy yoki 6 oy bo'yicha ko'chirma so'rang. Qaysi kuni pensiya tushgan, qancha pul yechilgan, qayerga to'lov ketgan, avtomatik ushlov bormi? Hammasini ko'ring. Agar tushunarsiz operatsiya bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Arizada sana, summa, operatsiya nomi va ushbu operatsiya bo'yicha izoh berishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam, agar pensioner bankka bora olmasa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Notariusga murojaat qiling yoki amaldagi tartib bo'yicha uyga chaqirish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Ishonchnomada vakilning FIOsi, pasport yoki ID ma'lumoti, qaysi bankda qanday amaliyot bajarishi, qancha muddatga berilgani aniq yozilsin. Keyin vakil bankka o'z hujjati, pensioner hujjati nusxasi va ishonchnoma bilan boradi. 6-qadam, kredit va qarzdorlikni tekshiring. Pensioner nomida kredit bormi, kafillik bormi, muddatli qarz bormi, shartnomada avtomatik yechish bormi? Shuni aniqlang. Buning uchun bankdan shartnoma nusxasini, qarzdorlik jadvalini va to'lov grafikini so'rash mumkin. Agar pensiyadan ushlanayotgan summa juda katta bo'lsa, bank bilan qayta ko'rib chiqish, restrukturizatsiya yoki muddatni uzaytirish haqida yozma murojaat qilish mumkin. 7-qadam, firibgarlardan himoyalaning. Pensionerga uyda bitta oddiy qoida tushuntirilishi kerak. Hech kimga karta raqamini to'liq aytmang. Amal qilish muddatini aytmang. Orqa tarafdagi 3 xonali kodni aytmang. SMS kodni aytmang. Bankdanman, pensiya jamg'armasidanman. Kompensatsiya chiqdi, yordam puli bor desa ham kod berilmaydi. Rasmiy masala bo'lsa, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. 8-qadam, oilada moliyaviy kelishuvni ochiq qiling. Agar pensionerning pensiyasi uy xarajatiga ishlatilsa, buni hurmat bilan ochiq gaplashish kerak. Har oy qancha pul dori-darmonga, qancha oziq-ovqatga, qancha kommunal to'lovga ketadi, pensionerning o'z qo'lida qancha qoladi, aniq bo'lsin. Chunki ko'p nizolar pul o'g'irlangani uchun emas, hisob-kitob yo'qligi uchun chiqadi.
Agar siz bankka borsangiz, xodimga vaziyatni aniq ayting. Masalan, mening pensiyam ushbu kartaga tushadi. Men karta xavfsizligini tekshirmoqchiman. Kartaga ulangan telefon raqamini, oxirgi operatsiyalarni va avtomatik yechimlarni ko'rsatib bering. Shunda bank xodimi sizga kerakli yo'nalishni aytadi. Agar tushunarsiz pul yechilgan bo'lsa, shunday deb yozing. Falanchi sanada kartamdan falon summa yechilgan. Men ushbu operatsiyaning asosini qaysi xizmat yoki qaysi hisob raqamga ketganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring, qabul qilingan sanasi yoki ro'yxat raqami bo'lsin. Agar karta bloklangan bo'lsa, nega blokladinglar deb janjal qilishdan oldin sababini so'rang. Ba'zan bloklash sizning foydangizga bo'ladi. Agar karta ma'lumotlari firibgarlar qo'liga tushgan bo'lsa, bank uni to'xtatib qolgan bo'lishi mumkin. Hujjat bilan borib, kerak bo'lsa yangi karta chiqarish, PIN kodni yangilash, mobil ilovani qayta sozlash mumkin. Agar farzand pensionerlar nomidan ish yuritmoqchi bo'lsa, bankdan oldindan so'rasin, qaysi hujjat kerak? Ishonchnomada qaysi vakolat yozilishi kerak? Chunki har bir amaliyot uchun talab farq qilishi mumkin. Pul yechish boshqa, karta tiklash boshqa, kredit masalasini yopish boshqa, hisob bo'yicha ma'lumot olish boshqa. Birinchi xato. Oila a'zosi bo'lgani uchun bo'laveradi deb o'ylash. Bank uchun oila a'zosi bo'lish yetarli emas. Bank hujjatga qaraydi. Chunki pul egasi pensioner. Uning roziligi aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi xato. SMS kodni oddiy xabar deb bilish. SMS kod ko'p holatda tasdiqlash vositasi. Uni aytish pul o'tkazishga, ilovaga kirishga yoki xizmat ulashga ruxsat berishi mumkin. Uchinchi xato, pensiya kartasini qarzga ishlatish. Ba'zi odamlar pensioner kartasidan o'z savdosi, onlayn to'lovi yoki boshqa pul aylanishi uchun foydalanadi. Bu juda noto'g'ri. Ertaga soliq, bank monitoringi yoki firibgarlik tekshiruvida pensioner tushuntirish berishga majbur bo'lib qolishi mumkin. To'rtinchi xato, kredit shartnomasini o'qimasdan imzolash. Ayniqsa faqat imzo qo'ying, tez chiqadi. Hech narsa bo'lmaydi degan gaplarga ishonmang. Har oy qancha to'laysiz, kechiksa qancha jarima bo'ladi. Pensiya kartasidan avtomatik yechiladimi? Bularni aniq biling. 5-xato, bankdan ko'chirma olmaslik. Odamlar ko'pincha pul kamaganini sezadi, lekin dalil olmaydi. Ko'chirma bo'lmasa, gap taxmin bo'lib qoladi. Ko'chirma bo'lsa, muammo qayerda ekanini ko'rish mumkin. Men bugun sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Banklar pensionerlarning pulini olishni taqiqlayotgani yo'q. Lekin pensiya kartasidan boshqa odamning hujjatsiz foydalanishi, PIN kod va SMS kodni berish. Karta egasi ishtirokisiz muhim operatsiya qilish kabi holatlarga qat'iy qarayapti. Bu talablar pensionerning pulini himoya qilish uchun kerak. Agar pensiyangiz kartaga tushsa, kartangizni o'zingizda saqlang. PIN kodni hech kimga aytmang, SMS kodni bermang, telefon raqamingizni tekshiring. Bank ko'chirmasini va kredit holatini nazorat qiling. Agar siz ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz, yordamni qonuniy va tartibli qiling. Ishonchnoma oling, hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtiring. Har bir pul harakatini ochiq tushuntiring. Bu mavzu juda ko'p oilalarga tegishli. Izohlarda yozing, sizda pensiya kartasi bilan muammo bo'lganmi? Bank karta bo'yicha biror operatsiyani rad etganmi? Pul ushlanishi yoki karta bloklanishi holatiga duch kelganmisiz? Fikringiz boshqalarga ham foyda bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyasi kartaga tushadigan barcha yaqinlaringizga yetkazing.